Hozirgi yigitlarimiz ko'pchiligi ot minishni bilmaydi. Bu jumalarda ham aytganmiz. Yigit kishi ot bo'lishni bilish kerak. Otning fazli bor, yaxshiligi bor, toki kibr uchun berilmasa. Ya Xudo saqlasin, agar ot kibr uchun minadigan bo'lsa, u bo'ldi, dabdala bo'ldi hamma yoq. Lekin kibr uchun emas. Erkak kishi mana shu narsani bilish kerak. Bu sunnat amal. Rasululloh buni minganlar, sahobalar mana shuni mingan. Buni fazli yaxshiligi bor. Buni bo'lmadi deganda bir haftada bir marta, bir oyda bir marta ot klublarga borib yoki bitta o'rtog'imizning oti bordir. Olib kel deb tur. Egari bilan minsiz fazilat, egarsiz minsiz undan ham yaxshi erkak kishiga shifo bo'ladi. Oldingi zamonda yashagan 65 ga 70 ga kirgan odamlar bitta, ikkita farzand nima tug'dirib qo'ygan. Ular bizga o'xshab lavash xamirni yeb, chayni olib o'tirmasdan qo'y go'shiga ot yeb, dalaga chiqib ketmon chopib mehnat qilib otni egarsiz minib, hamma muskul moyalarini nima qilib qo'ygan? Yog'lab turgan. Ha biz bugun nima qilyapmiz? Valazabtga o'tirsa ko'tam olib qoldi, otga o'tirsa oyog'im ayrib bo'lib qoldi deb yuribmiz. Erkak kishi borki, ot bilish kerak, minish kerak otni. Ana bu insonga fazilat bo'ladi. O'g'il bolamisan, ot min desa, minadigan, bitta o'tirib minadigan bo'lish kerak.